ekanda. Rahim boboyizchi qo'rqul olib kirib ketgan ekan, sho'xlik qilib yig'lagani uchun-da, oyog'ini yeb qo'ygan ekan, bittasini tishlab olgan ekanda. Bitta oyoq qopdimi? Bitta oyoq o'shancha mundoq qilib yuradi-ku boboyiz. Siz ham qoraquloqdan qo'rqasizmi? Siz yig'lamaysiz, ha? Siz esli bolamisiz, aqlli bolamisiz? Men darsga bilan bitta yilim. Yiraman. Nochi Kipuşa o'ladi. Kim? Qoraquloq. O'ladimi qoraquloqlar? Qoraquloqlarni ko'rganmisiz? Ha. Qanaqa, u yomonmi ular? Ha. Ular yomon bolalarni uradimi faqat? Siz o'g'achilar tezroqlash kisvosati o'lib qoladi. O'lib qoladimi? Siz dadangizni oti nima? Davak. Oyizni oti nima? Chuchu. Ayani oti nima? Ayani? Ayamda. Menga qarab gapiring. Ayamda. Menga qarab gapiring dedim. Ayamda. Ha. Ayamda. Ha. Buvayizni oti nima? Buvayizni oti nima? Nima? Menga qarab gapiring deyapman, siz televizorga olyapman. Buvayizni oti nima dedim? Baliq. Voy baliq. Muhammad Yusuf, Ha? buvayizni oti nima dedim? Shosharadi. Shohsanam ammasini oti-yu, buvisini ismi nima? Ha? Babangiz oti nima uni? Hazım. Babangiz oti nima? Rahim. Baba. Dadangiz oti nima? Davak. Hop. Ayangiz oti nima? Ayangiz oti nima? Otim nima meni? Harika. Evet. Buvangiz oti nima? Harika. Ukangiz oti nima? Hadi yaşı. Sizni otingiz nima? Fazlası. Ammangiz oti nima? Şaşlara. Bu Solihalar ayasini oti nima? Boramizmi? Gülselam. Gulsanam ammangiz. O Qorin ayasini oti nima? Gülselam. Gülselam. Yo'q, o Qorin. Kichkina ammani oti nima? Ayasini oti nima? Gulmirami? Gülmelam. Ular uyi qayerda? Hadichaxonlar uyi qayerda? Urakta. Uzoqda. Qaysi viloyatda mana? Kulakta. Bag'dod. Bağdokta. Bozor boradi uyga ular. Kette gülerdi. Bog'chaga borisham qorlari. Kulakta gülerdi. Bozorda yonida uylar. Kabullerdi. Shaxsan ammangiz yaxshi ko'rasizmi? Qayerda yashaydi? Askerde. Nima qiladi Toshkentda ammangiz? Kırgıdı. Qo'shiq aytadimi? Sizni yaxshi ko'raman ammangiz.